Kontrakti $300,000 turadigan universitetda studentlar uchun qanaqa sharoitlar bor? Bugun o'zim o'qiydigan universitetning kampusini ko'rsatib beraman. Universitetim dunyoning top 62-o'rinda turadi. Birinchi bo'lib universitetning sport kompleksini ko'rsataman. 4 qavatli ulkan bino bo'lib, ichida basketbol maydoni, suzish havzasi, kardio zali, 4 liniyali yopiq alpinistik devor, badminton va raketbol korti, boks, dzyudo uchun alohida zallar, ikkita yoga va pilates xonalari, tashqarida esa tennis korti va futbol stadioni ham mavjud. Bu esa universitetning 4 qavatli kutubxonasi, ikkinchi qavatda dars qiladigan xonalar, studentlar ishlatishi uchun iMac'lar ham bor. 3 va 4-qavatda tinch o'qish joylari va juda ham ko'p kitoblar mavjud. Tashqarida esa terrasa ham bor. Bu esa universitetning 3 qavatli oshxonasi. Birinchi qavatda ko'pincha kofe va shirinliklar bor. Ikkinchi qavatda esa turli xil ovqatlar bor. Alohida halol oshxona ham mavjud va deyarli hamma go'shtlar halol. Bu esa universitetning akademik binosi. Bu yerda darslar va leksiyalar bo'ladi. Xuddi shunaqa binodan 2 ta bor, lekin 1 daqiqalik videoga hammasini sig'dira olmadim. Universitetning eng chiroyli bo'lgan joylaridan birini ko'rsataman. Bu suvli pavilyoni. Bahorda shu suvlarning ustida nilufar gullari ochiladi. Men bu yerda 1 tiyin ham pul to'lamayman, chunki 100% grant yutganman. Agar siz ham dunyoning top universitetlarida 100% gacha grant bilan o'qimoqchi bo'lsangiz, mentorlik pulli xizmatim uchun murojaat qilishingiz mumkin. Menga obuna bo'lishni unutmang va izohlarda yana qaysi mavzularda ko'proq videolar uchun yozib qoldiring.